Assalom obunachilar, har doimgidek sizlar bilan Zero va bugungi videomizda qanday qilib Free Fire nastroykalash haqida gaplashamiz. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna qo'yinglar. Qanunda biz videomizni boshlaymiz. Hop, birinchi nastroykadan boshlasak. Birinchi nastroykamiz birinchisi DFU tugma. Agar biz qaykka otsak ham mana hozir. Mana mayga otsak ham dushmanimizga to'g'rilab beradi. Albatta plyusga ishlaydi. Albatta esa agar keyingisiga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak baribir to'g'rilab beradi. Lekin biz mana hozir to'rqa qilsak mana to'g'rilab bermaydi. Ko'rib turganingizdek. Keyingisi esa вообще kerak tugma hisoblanadi. Agar buni o'tkazib qo'ysak qiyikka otsanglar ham to'g'rilab bermaydi. Albatta bu sizlarga minusga ishlaydi. Bu albatta o'zingizlarga havola. Keyingi nastroykamizga o'tamiz. Keyingi nastroykamiz esa mana ko'rib turganinglardek bu nastroykani mana bunday qilsak, bu yerda mana ikkita otuvchi tugma paydo bo'lyapti. Agar buni bunday qilib qo'ysak, faqatgina mana shu ikkita otuvchi tugma bo'lmaydi, faqat bitta otuvchi tugma bo'ladi. Faqat 2K qilganimizda yoki 4K qilganimizda mana bu yerda paydo bo'lib qoladi. Mana ko'ryapsizlar. Paydo bo'lib qolyapti. Keyingi nastroykamizga o'tadigan bo'lsa, bu juda ham kerakli nastroyka. Mana otlayapti, faqatgina ko'rib turganinglarda yaxshigina otlayapti. Agar mana bunday mana shuni 10 qilib qo'yadigan bo'lsak, mana bunday qilib o'zi 4K 8K qilib o'zi mo'ljallab beradi. Bu sizlarga albatta plyusga yoki minusga ishlash o'zingizlarga havola. Keyingi nastroykamizga o'tamiz. Qanunda boshladik. Keyingi nastroykamiz juda ham kerakli nastroyka hisoblanadi. Agar bu off turgan bo'lsa, sizlarda mana qurollarda o'q tugagan bo'lsa, mana oz qolgan bo'lsa yoki mana bunday qilib qurolni almashtirasizlar. Agar mana shu tugmani yoqib qo'ysanglar, sizlarda qurol almashtiruvchi tugma paydo bo'lib qoladi. Mana bemalol mana shu tugma orqali qurollarni almashtirib otib yursanglar bo'ladi. Keyingi nastroykamiz esa bu yerda on off, ya'ni bu juda ko'pchilik qidirgan tugma hisoblanadi. Mana otyapsizlar, tasavvur qiling. Bittagina o'qinglar qoldi. Agar mana shuni bo'lmas, mana buni 10 qilib qo'yadigan bo'lsanglar, mana bu yerda o'qlovchi tugma paydo bo'ladi. Va siz tezda o'qlab olib, dushmaningizni chalg'itib otib tashlasangiz bo'ladi. Keyingi nastroykaga o'tamiz. Keyingi nastroykamiz esa uncha qolganlari muhim tugmalar emas. Keyingi nastroykalar umuman muhim emas, to'g'risi. Keyingi o'zi sal tuzukroqlarni ko'rsatib o'taman. Agar mana shuni bu sizlarga kerak bo'ladi. Agar mana bunday qilib qo'ysanglar, mashina minayotgan paytinglarda sizlarda mana bunaqa boshqaradigan dumalon narsa emas, mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Hop, keyingi nastroykalarga o'tamiz. Qanunda boshladik. Keyingi nastroykamiz yangi va eski nastroyka bo'ladi. Mana masalan klassический, bu nima degani? Bu eski degani. Ko'rib turganinglarda otayotganimizda dushman qizil qilib beryapti mana. Bu o'zingizlarga havola. Agar mana shuni biz hozir new yangi o'tganimizda narsa paydo bo'ladi. Ko'p otganingizlar bu sal kattalashib boradi. Keyingi narsamiz esa bu yerda new va eski, ya'ni yangi va eski bu ham. Agar mana shunday qo'yadigan bo'lsa, bu yerda sariqda chiqadi. Ko'rib turganinglarda otganimizda nechta jon ketayotgani sariqda ko'rsatiladi. Agar mana shuni new qilib qo'yadigan bo'lsa, yangi, ya'ni ko'rib turganinglarda oq chiqyapti. Bu albatta yaxshi nastroyka. Keyingisi esa mana otayotganimizda ko'rib turganinglarda mana bunaqa narsalar chiqyapti. Bu uncha sezilmaydi. Bunga plus yoki minus bermaydi. Bu o'zingizlarga havola bu ham. Keyingisi esa juda ham muhim narsa hisoblanadi. Hozir ko'rsataman.
Bu juda ko'pchilikka kerak bo'ladigan nastroyka hisoblanadi. Bu mana 3-inchisi hisoblanadi. Bu agar mana shunday oxiriga qo'yadigan bo'lsak, ko'rib turganinglarda juda sekin buriladi. Dushmaninglarni otishlar ham juda qiyin. Agar mana shuni sal ko'tarsak, mana 60 qilib qo'ysak, mana telefoninglar silg'iladi. Agar mana shuni 200 qilib qo'ysak, 200 turibdi va mana ko'rib turganinglarda bemalol orqadan o'tayotgan bo'lsa, tezda orqaga qarab uni o'ldirishga mumkin bo'ladi. Bu albatta o'zingizlarga havola bo'lgan. Keyingi nastroykaga o'tamiz. Keyingi nastroykamiz hammasi o'zi shunaqa qimirlash. Mana hammasini 200 qilamiz va hammasi zo'r bo'ladi. Ko'rib turganinglardek hammasi 200 va mana o'z buni uncha ko'tarmaslik kerak, lekin men ko'tarib oldim. Agar mana shu ko'tarsanglar mana 2K qilganinglarda mana ko'rib turganinglarda juda oson suriladi mana 2K qilganinglarda. Yoki mana bu 8K qilganinglarda ham shunaqa bo'ladi. Mana ko'rib turganingda osongina surilyapti. Agar mana shularni hammasini yo'q qilib qo'yadigan bo'lsak, mana turganlarda juda sekin suriladi. Va albatta sizlarga plyuska ishlaydi, hech qachon minuska ishlamaydi. Bu ham o'zingizlarga havola. Men masalan mana unday qilib qo'ygan bo'lardim, hamma narsani, sababi bu yaxshi. Keyin eng muhim narsaga o'tamiz. Eng muhim narsa esa mana shu 3-bo'limdagi ana u narsaga buni mana hingga o'tkazib qo'ysa, telefoninglar mana shunaqadan faqat mashincha ko'taradi degani. Mayli do'stlar, video tamom. Videomizga like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar shunaqa Free Fire videolari chiqishini xohlasanglar, kommentariya yozinglar va men yangi kommentariya asosida yangi video chiqaraman. Mana shu videomizga 10 ta like qilsanglar, biz Free Fire haqida video chiqaramiz. Mayli sizlarga bonus qilaman, atigi 5 tagina like evaziga keyingi videomiz Free Fire haqida bo'ladi. Ya'ni headshot qilish haqida bo'ladi. Osongina headshot qilishni o'rgataman. Mana osongina headshot bo'ladi. Shunaqa videolar chiqishi uchun like bosib kanalimizga obuna qo'yinglar. Qanunda biz videoni tugatdik. Xayr, sog' bo'ling.